Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi mavzumiz nevrologiyada keng tarqalgan kasalliklardan biri bezovta oyoqlar sindromi haqida gaplashamiz. Bezovta oyoqlar sindromini bir nechta asosiy belgilari bor. Ularni sanab o'tib ketamiz. Xo'p, birinchisi bu oyoqlarda ichki noxushlik belgilar, ya'ni achishish, sudralib yurgandek bo'lishi va yonish hissi. Bundan tashqari oyoqlarni majburiy qimirlatishga ehtiyoj. Bu ham bezovta oyoqlar sindromining asosiy belgilaridan biri. Belgilar kechqurun va tunda kuchayishi. E'tibor bering. Belgilar kechqurun va tunda kuchayadi bezovta oyoqlar sindromida. Undan keyingisi yurishda noxushlik holatlari, yurganda bezovta oyoqlar sindromida. Yurganda yengillashlik hissi, ya'ni yengillik hissi paydo bo'ladi. Bu esa bezovta oyoqlar sindromining asosiy belgilari hisoblanadi. Og'ir holatlarda esa surunkali asabiylik, diqqat pasayishi, stress va depressiv holatlar kuzatiladi. Endi bezovta oyoqlar sindromining bir nechta sabablarini ko'rib chiqamiz. Bezovta oyoqlar sindromida asosan organizmdagi dopamin degan modda bor. Bu harakat, motivatsiya uchun javob beradi. Shu moddaning yetishmasligi yotadi. Ya'ni asosiy mexanizmda, rivojlanish mexanizmida. Organizmda dopamin yetishmovchiligi oyoqda noxushlik holatlarini kuchaytiradi. Dopamin yetishmasa, bosh miyadan mushaklarga boruvchi signal noto'g'ri keladi. Natijada esa odamni ixtiyoriga bo'ysunmaydigan, ya'ni ortiqcha impulslar hosil bo'lish hisobiga shunaqa holatlar yuzaga keladi, yuqoridagi shikoyatlar. Undan keyingi sababi organizmda temir tanqisligi, ya'ni ferritin yetishmovchiligi ham bezovta oyoqlar sindromiga sababchi bo'lishi mumkin. Temir tanqisligi organizmda dopamin yetishmovchiligiga olib keladi. Bu yuqorida aytib o'tib ketganimizdek, mana shu dopamin moddasining tanqisligi bezovta oyoqlar sindromining asosiy sabablaridan biri hisoblanadi. Boshqa sabablari ham bor, lekin kamroq uchrovchi sabablardan bir nechtasini sanab beraman. Xo'p, homiladorlikni 2-3 trimestrida. Bu ham temir tanqisligi bilan bog'liq. Keyingisi qandli diabet. Qandli diabet hisobiga qon reologiyasi pasayib, qon aylanishi sustlashib, qon quyuqlashib, natijada dopamin tanqisligi yuzaga keladi. Keyingi sabablari buyrak yetishmovchiligi. Buyrak yetishmovchiligi ham qon reologiyasiga, umumiy aylanishiga ta'sir qilib, bu ham bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Undan tashqari Parkinsonizm kasalligi, surunkali ishemik holatlar, ya'ni kuchli gipoksik va ishemik holatlar bosh miyani. Bu ham bezovta oyoqlar sindromiga sabab bo'lishi mumkin. Esda tutishimiz kerak, hurmatli yurtdoshlar, bezovta oyoqlar sindromi psixologik muammo emas. Bu aniq biologik asosga ega kasallik hisoblanadi. Bu kasallikni davolashni asosan 2 xil yo'li bor. Dorilar va dorilarsiz. Hozir dorilarsiz yo'lni ko'rib chiqamiz. Dorilarsiz davolashda kofein va alkogol mahsulotlarini butunlay cheklash tavsiya qilinadi. Xo'p, keyingisi yotishdan oldin oyoq mashqlari. Oyoq mashqlari periferiyada qon aylanishini yaxshilab, dopaminni normal ishlashini aktivlashtirib beradi. Keyingisi bu massaj va sovuq va issiq vannalarni har kuni qabul qilish periferiyada qon aylanishini tiklash natijasida bu ham ushbu bezovta oyoqlar sindromi kasalligini oldini olishga juda ham yoki bo'lmasa davolashga juda ham foydali hisoblanadi. Keyingisi bu dorilar bilan davolash. Dorilar bilan davolash bu dopamin agonistlari. Keyingi gruppa bu antikonvulsantlar. Undan keyingi davolash metodi bu temir tanqisligini oldini olish yoki bo'lmasa temir tanqisligi muammosini yechimini berish. Organizmda vitamin D ni normallashtirish va B guruh vitaminlarini doimiy iste'mol qilish ham ayniqsa B12 vitaminini bezovta oyoqlar sindromining asosiy davolash metodlaridan biri hisoblanadi. Aziz kuzatuvchilar, agarda sizda shu holatlar kuzatilayotgan bo'lsa va shunga o'xshash holatlar kuzatilayotgan bo'lsa, kommentariyalarda yozib qoldiring. Albatta siz bilan bog'lanib, buni sabablari va yechimlariga to'liq ravishda yondoshib, biz sizga javob beramiz.
Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.